Nimaga to'pay SPF ishlatmas ekan? Nega? Marketing imush. Nimaga eskitdan odamlar dalada ishlab hech narsa qilmagan deydi? Nimaga o'sha odamlarda har xil eskilik, ko'z teggan degan kasalliklar bo'lgan, bilasanmi? Prosta o'shanda diagnoz qo'yish olmagan. Gravitatsiya ham Nyuton qonunidan keyin paydo bo'lib qolmagan-ku. Unda nimaga Afrikadagi odamlarda saraton bo'lmaydi? Kim aytdi bo'lmaydi? Ko'p Afrika davlatlarida medik statistika bilan muammo bor. Qolaversa, to'q rangli terida evolyutsiya tufayli tabiiy himoya ko'proq. Shunga ham oq teri quyoshda tez kuyib qoladi. Bilmasam, teri saratoni rostdan quyoshga shunchalik ta'siri bormikan? Melanoma 65% holatda. Melanoma bo'lmagan teri saratoni 95% holatda. Quyosh nuriga aloqadorligini ilmiy isbotlar ko'rsatmoqda. Срочно SPF ishlatishni o'rgat. Конечно. Har kun ertalab qalin SPF qavatini sur. Tonalkadagi SPF yetmaydimi? Yetmaydi. Tonalkani qancha ham surarding? Qara, SPF 50 degani 8 soatgacha himoya deylik, lekin bu raqam juda qalin SPF qavati bilan tekshirilgan. Biz esa baribir uncha qalin surmaymiz. Ham terlaymiz, shunga 2-3 soatda yangilab turish ma'qul. Tahoratdan keyincha terlaganda, suv tushganda ta'siri tushadi. Shuning uchun yangilaymiz. Ko'chaga chiqmasamchi? Uyingda oyna bormi? Bor. Takkoy keng qamrovli UV protectionli oynami? Oynadagi oyna. SPF kerak unda. Bolalikda o'rtoqlaring tomdan sakrab hech narsa bo'lmadi degani, sen ham tomdan sakrasang bo'ladi degani emas. Tipa yedirdingmi?